Ichki buqoq, tashqi buqoq, dangasa buqoq. Bu qanchalik to'g'ri va xalqimizda orasida ko'p uchraydigan mana shunaqangi noto'g'ri tushunchalar bor. Bugun shu to'g'risida gaplashamiz va haqiqatdan ham ichki tashqi buqoq bormi? Dangasa buqoqni o'zi nima? Men endokrinolog Ilyos Iskandarovich, ko'p yillik tajribaga ega shifokoriman. Bugun xalqimiz orasida va bemorlarimizdan ko'p tushadigan savol, ya'ni bu ichki buqoq menda bor, tashqi buqoq bor dedi yoki dangasa buqoq bor deshadi. Ko'pchilik даже shifokorlarimiz tarafidan ham shu bemorlarga sizda dangasa buqoq bor ekan deb ko'pchilik o'sha ma'lumot berishadi. Va bemorlar orasida ham shunaqa o'zlariga hukm qilib olishadi. Ya'ni menda o'sha dangasa buqoq bor ekan. O'zi aslida bu nima? Ichki, tashqi buqoq va dangasa buqoq degan tushunchalar meditsinada mutlaq yo'q o'zi aslida. Ichki buqoq bu ko'pchilik aytishadi, mana UZI qilinganda, ya'ni sizniki ichkariga qarab o'sib ketibdi yoki tashqi bo'lsa tashqariga qarab o'sib ketibdi degan UZIda ko'pchilik xulosa berishadi va UZIni xulosasiga qarab turib ham ko'pchilik shunaqa bilishadi yoki dangasa buqoq. O'zi dangasa buqoq emas, bu qalqonsimon bez gormonlarini kamayish holatiga aytiladigan narsa. Gipotireoz deb ataladi meditsina jihatidan. Mana endi buqoq to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, bu buqoq o'z aslida kasallik. Ko'pchilik aytadi, menda buqoq bor deb o'ylashadi. Buqoqni bu endokrinolog shifokori bemorni ko'rik vaqtida aniqlab qo'yiladigan tashxis hisoblanadi. Ya'ni buni 3 ta darajasi bor, 3 ta darajasiga qarab turib farqlanadi. Ya'ni 0 darajasi bor. Bunda qalqonsimon bez kattalashmagan yoki unda tugunlarni bo'lmaslik holatiga aytiladi. Birinchi darajasiga keladigan bo'lsak, unda mana palpatsiya qilinganda qalqonsimon bezdan mana shu bitta falangamizdan kattalikdagi o'sha har bitta bo'lagini o'shandan kattalik holatiga aytiladi. Endi ikkinchi darajasida bemorda palpatsiya qilmasdan turib ham vizualni ko'rilganda qalqonsimon bez, ya'ni bo'yin sohasida yana babushka ko'rinishida bo'ladi, kapalak ko'rinishida. O'sha normadan bo'rtib bo'yin sohasiga chiqib tursagina biz ikkinchi darajasini qo'yishimiz mumkin. Bunda tashqi, ichki buqoq deb atalmaydi. Va yana ko'pchilik shu tashxisda noto'g'ri 3-chi, 4-chi darajalarni ham qo'yishadi. Shunaqa diagnozlarni ham ko'rganmiz. 3-chi, 4-chi daraja buqoq yo'q. Va keyin mana tugun holatiga qarab turib ham bizlar buqoq diagnozini qo'yishimiz mumkin. Agar biz o'sha UZI yordamida yoki qo'l bilan paypaslab ko'rganimizda bemorda bitta tugun topsak, bu bitta tugunli, ya'ni buqoq yoki одноузловой zob deb ataladi. Ikkita yoki undan ko'p tugunlar aniqlanadigan bo'lsa, buni qo'l yordamida aniqlashimiz mumkin yoki UZI ultra tekshiruv yordamida aniqlashimiz. Bu ko'p tugunli buqoq, mnogouzловой zob deb ataladi. Endi bularda farqiga keladigan bo'lsak, nima farqi bor? Ya'ni tugunli buqoq bilan oddiy buqoq, ya'ni tugunsiz buqoqning nima farqi bor? Birinchi navbatda biza uni gormonlarini tekshirishimiz kerak, qondagi gormonlar. Ya'ni qalqonsimon bezda o'zini ishlab chiqaradigan gormonlari bor. T3 gormonlari bor, T4 gormonlari bor. Bundan tashqari gipofizda boshqariladigan TTG tireotropnik gormonlar bor. Mana shu 3 ta gormon orqali biz qalqonsimon bezni funksiyasini tekshirib ko'ramiz. Mana qalqonsimon bezni tugun bo'lishi yoki uni hajmini kattalashishi bo'lgani bilan, lekin u normada gormon ishlab chiqarishi mumkin. Unda biz profilaktik maqsadida o'sha endemik zob degan diagnoz qo'yiladi, yod preparatlarini beramizda, endemik zob diagnozi qo'yiladi. Endi mana shu gipotireoz holati bo'lsa, ya'ni gormonlari kam ishlab chiqarilish holati bo'lsa, unda mana zob haqiqiy mana shu oddiy tilda o'sha ko'pchilik bor, dangasa buqoq deb aytilib ketilgani, aslida bu gipotireozga tortadi bu. Va bizlar o'rin bosuvchi terapiya orqali biz uni davolaymiz. Ya'ni o'sha yoshiga, jinsiga, qo'shimcha yondosh kasalliklariga qarab turib dozasini individualni belgilab beramizda. Keyingisi mana zaharli zob deb ataladi. Zaharli. Zahar o'zi aslida qalqonsimon bezdan ishlab chiqarilmaydi.
Faqat qalqonsimon bez gormonlarini miqdorini ko'payishi bu tireotoksikoz, gipertireoz deb ataladi. Meditsinada shunaqa tushunchalarimiz bor. Bunda qalqonsimon bez funksiyasi oshgan bo'ladi, gormonlarni qonga ko'p miqdorda chiqish holatiga aytiladi. Xulosadan shunaqa demoqchimanki, ya'ni tashqi ichki buqoq yo'q meditsinada. Bizda bor 0-daraja bor, 1-daraja bor va 2-daraja buqoq diagnozlari bor va tugun bo'lsa, uni bitta tugunli buqoq, ikkita yoki undan ko'p bo'lsa, ko'p tugunli buqoq degan diagnozlar bor. Dangasa buqoq degan diagnoz hech qayerda yo'q. Bizning meditsinamiz klinik standartlarimizda ham yo'q. Bu o'sha xalqimizda oddiyroq tushunishi uchun dangasa, ya'ni gormoni kam holatiga shunaqa biz tushuncha beramiz. Zaharli buqoq bo'lsa, u nabarot gormonlar ko'payib ketsa, biz zaharli buqoq deb ataymiz. O'sha gormoni bizda ko'p miqdorda ishlab chiqarilsa, mana qizib ketish bo'ladi, ko'p terlash bo'ladi, ozib ketadi, yuragi urib ketadi. O'sha gormon juda ham aktiv bo'lgani uchun biz uni zaharli zot deb ataymiz. O'shaning uchun agar sizda mana shu yuqorida keltirilgan belgilar bo'lsa yoki o'zingizda ko'rganingizda qalqonsimon bezda qattiqlash holatlari bo'lsa yoki qanaqadir hosil aniqlasangiz yoki ultra tekshiruv yordamida tushdi, sizga diagnoz qo'yilsa, sizda yo zaharli bor ekan, yo sizda zaharsiz bor ekan desa, bunga aslo ishonmang. Chunki bizlarda asosiy hal qiladigan narsa bu qondagi gormonlarning miqdori. Gormonlar tekshiruvdan keyin sizga aniq diagnoz qo'yiladi va o'shanga qarab turib lecheniya, davo o'tkaziladi. Agar sizda ham quyidagi belgilar bo'lsa yoki sizda dangasa buqoqmi, ichki buqog'ingizmi, tashqi buqoqni aniqlash imkoniyatingiz bo'lmasa, bizga qabulga kelishingiz mumkin. Sizga aniq tashxis qo'yib, davo choralarini ko'rib beramiz.